sog'ayib ketsin menga birinchi o'tirib. Nechta farzandingiz bor? 4 ta farzandim bor. Bir qiz, bir o'g'il, 3 qiz. O'g'lingiz nima bo'lgan? O'g'lim shu bolalikdan nogiron aql zaif bo'lib tug'ilgan. Tengqurlaridan orqaga qo'ygan. Qizim 2005-yil institutga o'qishga kiruvdi, 1-yil kursida. Birdan shu holat bo'lib yotib qoldi-da. 2 oy, 3 oyga qolmay lecheniyalarini olamiz. Shu 1 yil bo'ldi mana 11-martda deb o'tirib yotib qo'ygan. Lecheniyalarini olishimiz kerak, yillar yotadi deyaptilar. Endi 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi? Namoz o'qiyman, so'rayman qizimni. Xudo shifo bersin Allohim shu qizimga deyman. Xudodan so'raganim uchun mana yashab kelyapti. Psixologga eng katta psixologga ham yotqirganmiz. Bir hafta o'zini xohish bilan yotgan bo'lsa, bir hafta majburlab yotqirdim. Hayvona yaxshi bo'lib ketsam bo'ldi deb. O'shadan chiqdikda Toshkentga doktorga yetdim. Psixik kasal emas bu deb o'sha yerga ham aytdilar. Shu Toshkentdan keldida shu yotdi-da qaytib o'rnidan turmadi. Soppa sog'lom yurib turgan bolangiz shunday bo'lsa hech kimni ham xohlamayman. O'sha yoshligida ham davolatishga pulimiz ham bo'lmagan. Xo'jadan dadasi qo'ymagan davolatishga. Pulimiz ham yetmagan. Yoshligida ham ko'rsatib olmaganman doktorga. Mana hozir biz ko'rdik, shunda yotibdilar, hech qanaqa harakat qilmaydilarmi? Yo'q. Gapirmaydi. Oldin zontdan ovqat beraydim. Uyda chinanga qo'yilgan o'rniga asta oldik. Biz qo'shiqchalab yeydi. O'zingiz chaynab yedirasizmi? Yo'q, qo'shiq ovqatga to'g'rayman, ezib beraman hamma narsani. Ezib maydalab beraman. Yutsa yutadi, yutmasa iyagini balanga tortib yuttiraman. Sizlarga ham katta rahmat Allohim so'rab kelganlaringiz uchun. Rabbim qizim sog'ayib ketsin menga birinchi o'tirib tashqarida. Xudolarsiz boshlarga sog'ay. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.